mushkulotlardan so'ng Alloh o'zini bergan imkon mana shu efirda ishtirok etganlarni hissalari qo'shilib mana shu yerda hozir barcha hissa qo'shib like bosib, sovg'a tashlab, kartamizga pul tashlab, shu efirda kartalarimizni yozib turib, o'z hissasini qo'shgan barchalarni ehson tariqasida qabul qil. Barchalarning qilgan ehsonlarini Allohim o'z dargohiga maqbul mag'firat qilsin. Ajr savoblarini oxiratlariga, zahira gunohlariga kaforat ishlariga rivoj qilsin. Bilmay qilgan qilayotgan gunohlariga kaforat qilsin. Allohdan nimaiki talablari, nimaiki maqsadlari bo'lsa, ortig'i bilan erishib, farzand talabidagilar farzandli, daromad talabidagilar daromadli. Nima Allohdan talablari, maqsadlari bo'lsa, ortig'i bilan erishib yursin. Musofir yurtlarda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz ilohim nima niyatlar bilan musofir yurtlarga borib yurgan bo'lsa, niyatu maqsadlariga ortig'i bilan erishib, yorug' yuz bilan yurtlariga, oila bag'riga xursandchiliklar bilan yorug' yuz bilan qaytishlik nasib qilsin. Shu efirda ishtirok etgan barchalar meni xursand qilishdi. Barchalarini Allohim g'oyibidan xursand qilib, doimo savobli ishlarga qodir bandalar qatoriga qo'ysin. Barchalaringizga ming rahmat. Aytganingiz, amin. Allohu akbar. Akamizdan xursandmisiz? Aka, men mingdan ming xursandman, to'g'risi. Bunaqasi to'g'risi men bilmayman nima bo'lyapti. Men bunaqa narsa, bunaqa holatga hali misol erkakning eng hayajonli vaqtlar qachon bo'lishi mumkin bo'lsa, menda o'shalarda bo'lgan, shu har bitta erkakda bo'ladi. Lekin bunisi hali bo'lmagan. Nasib bo'lsa aka, nasib bo'lsa inshaalloh, nasib bo'lsa aka. Xudo xolasa yurib ketganlaringizni ko'raylik. Jiyanimizni o'pib qo'ying. Men nasib bo'lsa hozir efirdan keyin hozir karta tashlang, menga обязательно tashlang. Men o'zim ziyoliga chiqib turib, kartangizga menga tushgan hisobdagi har bitta tiyinigacha ortig'i bilan men sizga o'tkazib beraman. Akajon, men ham sizga chiroyli bir ataganim bor. Joningiz sog' bo'lsin. Kamini Xudoyim to'ldirsin. Agar ama joningiz sog' bo'lsin. Bo'pti, aka, mayli, duo qiling, tamom. Xalqim, akalarim, opalarim, shu ihsonlarda qatnashgan insonlar, meni bir chiroyligina bir duo qilib qo'ysizlarmi? Allohu amin. Farzandsizlarga Allohim farzand ato etgan. Mushkulda yurgan insonlarni hammasini mushkulni yengil qilsin Allohim. Hammani uyida to'ylar bo'lsin, so'ygani buqalar bo'lsin, mingani Lamborghini Bugattilar bo'lsin. Mana shu ehsonga 100 so'm bergan bo'lsa, Allohimdan million qilib ajrini olsin. Hamma insonlar jannatiy bo'lsin. Doktorga, militsiyaga, yomonlikka, tuhmatdan, balodan, balo-qazodan hammasidan Allohim o'zi asrasin. Bizning vatanimizda hech qachon urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin. Mehr-oqibatimiz hech qachon uzilmasin. Insoniyatimizda, jamiki insoniyatimizda, mo'min musulmonlarimizda yomon kunlar hech qachon bo'lmasin. Mana shu ihsonlarimizni boshidan oxirigacha kuzatib turgan, efirlarimizda o'z qissasini qo'shib, layklar bilan, padarkalar bilan, donatlar bilan kimki mana shu yaxshi insonga, mana shu yaxshi ishimizga o'z qissasini qo'shgan bo'lsa, Allohimdan ajrini olsin. Do'zax balosidan, o't balosidan, suv balosidan, nohaq o'limdan, tuhmatdan, ziyondan, zahmatdan Allohim o'zi asrasin. Jamiki mana shu yerda padarka o'rgan insonlarni donatorlik qilgan, mana shu yerda bizning efirimizda ihsonlarda o'z qissasini qo'shgan, katta raqamlarga pullar tashlagan, duo qilgan insonlarni hammasini eng katta yaxshiliklar bilan siylasin. Mana shu akamiz ham ilohomin yurib ketsin. Tikka oyoqda farzandini baxtiga sog' bo'lsin. Bitta narsa aytaman sizlarga chin yurakdan, aka efirda aytib qo'ymang dedi. Nimani aytmay? Efirda nimani aytmay aka dedi. Men nogiron bo'lganimdan keyin mana shu qiz farzandimni xotinim tashlab meni ketdi. Ana shu narsani efirda aytib qo'ymang dedi. Sizlar ham bilishga haqqinglar bor, shu insonni yurib ketishiga hissalaringni qo'shdinglar. Ilohi amin. Mana shu akamiz yurib ketsin. Qizchasini baxtiga sog' salomat bo'lsin. O'sha yomon kunida tashlab ketgan xotini Xudodan topib yaxshi bir qizlar nasib qilsin. Nasib bo'lsa mana shu qizchasini, nasib bo'lsa kelajakdagi farzandlarini to'ylarida o'zim samovarchi bo'lay. Amin. Allohu akbar. Akalar, mendan rozimisizlar? Men bir farzim bor, men bir qarzim bor, akkauntimdan pul hisobini yechib berishim kerak. Agar to'g'risini aytaman, chun ko'ngildan qalbim yig'layapti. Onamga so'z berganman, onamga yig'lamayman qaytib yig'lamayman deb onajonimga so'z berganman. Ko'zim yig'lamagani bilan qalbim yig'lab turibdi. Borlaringga shukr, men pulini sinimat qilib beray. Jannatlarda ko'rishamiz inshaalloh. Kelgusi efirlarda ko'rishguncha rahmat xalq.